Bugungi menyu tovuqlarimizga ko'rib olish kerak. Bizda axir blender bor-ku. Menyuda nimalarimiz bor? Albatta, yashil olma. Sousa yuvish kerak deyaptilar va holatda tashlaydi. Uzum. Aralashma don. Ichida baliq yog'largacha bor, ustiga desert qilib beriladi. Albatta yana ustiga minerallar, beta-tikalar bo'ladi. Karmovoyga bakteriya qo'shadi. Sepib berish kerak. Doim yemada bo'lishi. Har kunda bir yemaga sepib berish kerak. Bunda kalsiy, fosfat bor, vitamin A dan tortib bir nechta vitaminlar bor, fosfor, zink va narsalar bor. Juda foydali. Rivojlanishini o'zim shaxsan sezganman buni. Aynan shu karmovoyga bakteriyadan qo'shinglar. Xudo xohlasa rivojlanish zo'r bo'ladi. Shamollash masala bo'lmaydi. Vitamin kam, bo'yin g'ishaygan, dovdirab qolmaydi. Xudo xohlasa bu ham bir sabab bo'ladi-da. Qimmat emas. Bir opamiz tavsiyasini inobatga olgan holda bularni sal to'g'rilab tashlash kerak ekan. Bu blenderda kuydirib qo'yishimiz, buzib qo'yishimiz hech gapmas ekan. Endi olma haqiqatan ham zo'r ekan. Yeb rahmat aytadilar to'g'ridan. Prosta thank you deyman. Ular ham ozgina mehr talabda. Keyin tuxum berishi ko'payadi. Semiradi, so'yib yeyman degan taqdirda. Birov makka bilan, bug'doy bilan ish bitib olmaydi-da. Biraz shuni so'yib yeyman, oilamga yediraman shuni. Go'sht haqiqatan ham vitaminga boy bo'lishini xohlasanglar, ozgina ishdan keyin 15 minut degan vaqt yetadi. Oshib ketsin. Tabiiy narsalar bilan toping. Yeganingizda ham sochli bo'ladi go'shtlar. Yeb olmaz axir. Bu quruq makka bilan tupa go'sht. Qanday? Qanday bo'lib o'tirsa vitaminli mu. Quruq makkani yegan, laptopga cho'milgan. Ozgina mehr. Siz aytgan rezultat bo'ladi, xudo xohlasa. Uzum sharbati bo'ldi o'zi ham. Mana shu uchun makonlar ham qichqirib yuboryapti. Juda ko'pchilik yozdi. Makon qichqiryaptimi? Makon qichqiryaptimi? Ana shu narsa yegandan keyin makonlarimiz ham qichqirib yuboryapti. Bedanalarga ham beraman. Qanaqa bo'ladi? Bedanalarga ham berib ko'rmadim. 1 kilo olib ketsa kerak o'zi ham bedanalar ham bunaqa qiladi. Har 2 kunda 3 kunda bir vaziyat bo'lishiga tayyorlab berish kerak. Sharbat lekin dahshat bo'ladi. Ikki qoshiq qilsa yetadi. Hidi boru yetkazolmayman kamera orqali hozir. Ayniqsa uzum bilan olmani hidi. Ana endi bular tovuqlar reaksiyasini ko'ramiz.